qoladi, mamlakasi ko'ndalangan ham tarab qoladi, sochlarini purchasgan buzib tashab, bunday orasidan qarab turib, bu basharani qara. Bunaqa xunuk bashara bo'lmasa kerak bu jahonda. Bu bashara bilan dunyodan tog'itib ketsam kerak u. Yana boshqatdan purchasga qilish kimgadir yoqisi keladi. Kiyimlarni o'zgartirib, o'zicha she'rlar, g'azallar yozadi. Shoir bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha paytda she'r yozadi. Bu bahorning ta'siri. Qizlarimiz-chi? Qizlarimiz ham xuddi shuni o'zi. Qizlarimiz ham boshqacha bo'lib ochilishib, o'sha yurish-turishdan ma'lum bo'lib qoladi. O'sha bahor ta'sir qilib bularga deydi. Ayniqsa shaharlik yigit qizlarga qishloqning yigit qizlari juda ko'p havas qilishadi. Chunki shaharda uchrashish oson, boradigan joy ko'p. Masalan, qizni uyiga kirib kelsangiz ham shaharda hech kim demaydi. Eshik qo'ng'iroq zum bosib, "Assalomu alaykum, uzr, qizingiz falonchixon uydami?" "Ha, uyda. Bir minutga chaqirib bering." "Xo'p, siz kim bo'lasizmi, aka?" "Men birga o'qiganman maktabda. Bir gapim bor edi." "Ha, birga o'qiganmiz." "Falonchixon, chiqing, sinfdoshlik kelibdi." Chiqib ketaveradi. Qishloqda-chi? Kelib turib, "Qizingiz uydami?" "Nima edi?" "Men birga o'qiganman, hozir ham birga o'qiyapman. Men bir gapim bor edi." "Mani qizimda gaping bormi?" "Ha, gapim bor" desa, "Sani-ya?" "Ha, mani gapim bor." Bo'l. Shu, hozir chaqirib beraman. Mana turib turing. Hozirmi? Ketib qolmang faqat. Adashmasizmi bodo? Bo'ldi. Hozir chaqirib bering. Ketib qolish yo'q-a? Shunday kirdim, miltiqni olib